4 farzandim bilan ko'chada qoldim. Eng kuchli, sabrli shogirdlarimdan biri Sabirova Gulbahor. Nafis opa, o'zingiz bilasiz, oddiygina qishloq kelini bo'lganman. O'zi asl kasbim chevar. Uyimda 8 tadan shogirdlarim, 10 tadan sigirlarim, uyimiz katta, uchastkamiz katta bo'lgan 10 sotiydan oshiq yerimiz, uy ishlari shu shogirdlarimdan, sigirlardan oshingan holda birlikda ishlaganman. Uyda sizni oila a'zolaringiz shunda qo'llab-quvvatlaganmi? Yo'q, albatta. Juda ham katta qarshiliklar bo'lgan. Hattoki 1-2 marta ishim yig'ishtirishim aytgani uchun ham yashirincha ishlashga majbur bo'lganman. Hattoki telefonimni ham yashirib telefon ishlatganman. Shunaqangi paytlar bo'lgan. Hattoki telefonda gaplashish uchun, ya'ni telefon qizlar ma'lumot olish uchun telefon qilgan paytda hammomga kirib gaplashgan kunlarim ham bo'lgan. Juda ham yashirincha sharoitda ishlaganman Faberlikda. Bu vaqtlarda bilasiz, kelin bo'lganman, yosh kelin bo'lganman. Faberlikda ishlab topgan daromadlarimdan o'zingiz olib kelib bergansiz. Daromadlarimni doim naqd ko'rinishda olib kelib berardingiz. U vaqtda naqd pulda olardik, oilalarimiz. Naqd pul olib kelib berardingiz. Men uni uyimdagilarga berardim. Mana shu pul daromadlarim orqali 5 xona uy ko'targanman. Uyimni shunaqangi o'zim xohlagandek remont qilib, o'zim xohlagandek jihozlar bilan bezaganman. Farzandlarim bilan juda ham chiroyli kunlarim o'tgan u uyda. Lekin taqdir taqozosi bilan u uyni eshiklari men uchun yopildi va 4 ta farzandim bilan ko'chada qoldim.